kamera ishlayapti. Hammaga salom bolalar, sizlar bilan birgalikda men Abos bo'yicha sizlar bilan birgalikda men sizlarga anchadan beri do'stlarim bilan o'ynayotgan kamerani tanishtirib o'taman. Albatta videoga like bosib qo'ysangiz yaxshi ish bo'lardi. Unda videoni biz boshlaymiz. Xo'p. Merimizda qurgan narsalarimiz. Birinchisi, mana oddiy bo'lsa ham yana bir gap, bu videoni xullas, ustimdan kulmaysizlar. Hali bu merni ochganimizga ko'p bo'lmadi va hali tuzuk narsalar qurishga ulgurganimiz ham yo'q. Birinchisi bu mamnaqa nima edi? Futbol stadioni. Buni xullas ana shuni qurdik, shor 1-0 ga ketmoqda. Ikkinchi narsamiz dom. Domga kelsak, mamnaqa YouTubedan ko'rib qurdik va bu domni men ikkita sindoshim qurganman. Xo'p. Birinchi xonamiz oddiy, lekin ko'p vaqt ketdi bolalar. Albatta like bosib qo'ysanglar, bu yerni yana keyinchalik ham ko'rsatib o'taman. Ikkinchisi, mamnaqa uyimiz va bu yerda balkoni ham bor. Endi keyingi xonasi ham xuddi ana shunday. Ana endi 3-etajga o'tamiz bolalar. 3-etajimiz bu meni uyim. Oddiy uy, mana tashqari sandig'imiz, verstak, sandig'ini xullas kerak narsalarni qo'yganman. Bu esa og'aynimning uyi, o'zicha kompyuter qurgan. Sandiq hech nima yo'q, solib ketamiz. Tak, endi tepaga chiqamiz. Xo'p, tom ham oddiy tom, mana buni chala bo'lib qoldi, qurishga ulgurmadik. Keyingi narsamizga mana ikkita og'aynim ayladan o'zining dachasini qurganda portlatib yubordim, buzilib ketdi. Undan keyin mamnaqa nima deydi? O'z meni dacham, men qurdim aslida, bir o'zim qurganman. Endi tanishtirib o'tamiz. Birinchi xonamiz oddiy, ikkinchi xonamiz ham oddiy. Uchinchi xonamiz vanna, men qurganman. Tualet salonga o'xshamay qolgan. Chunki bu arzonda balla qimmat Minecraft bo'lganda men modlar qo'shib o'zim bilardim. Xo'p, keyingi xonamiz ikkinchi etaj, hali bu yerga hech nima qo'ymaganman. Nima qo'yishni bilmayman ham. Oxirgi etajimiz mana bolalar oddiy. Buni ichlarini to'ldirish yoqmayapti. Ko'p narsa ketadi to'ldirishga. Lekin to'ldirish niyatim bor uyimni ichini. Hop, keyingisi piramida. Bu piramidani ichi tiniti ko'rsatmayman. Hop, keyingisi oxirgilardan biri to'yxona bolalar. To'yxonamizda suv bosdi. Mana tepasi to'yxonani hali stol qurishga ulgurmadik, chalaroq. Sizlarga ko'rsatib o'tdim. Bitta blokni ham qo'yish esimizdan chiqibdi. Favorasi bor. Bu yoqqa chiqsanglar, ikkita kelinki o'tiradi endi. Shundaylar. Endi mana shu to'yxonamiz. Buni ham qurishga yarim 2 soatcha vaqt ketdi. Chunki juda ham katta. Tomni yopish ayniqsa qiyin bo'ldi. Undan keyingisi mamnaqa uy. Buni o'zim zerikkanimdan qurdim. Oddiy uy, ichkariga ham bitta xonasi bor. Endi keyingisi ferma. Fermamiz sal chalarog'i bor. Mana bu yerda kiriladi. Fermaga bu yerda quyon, bu yerda tovuq, bu yerda oq qizil sigir, bu yerda qo'y, bu yerda yo'lbarslarni boqamiz. To'xtanglar. Anshtof qo'y. Xo'p, bu yerda nima qilmoqchisizlar desanglar, bu yerda biz ekinli ekamiz. Buni oldidan kattaga bog' qilamiz do'stlar. Xo'p, merimda bor narsa ana edi. Undan keyin bir narsa Abbozani vafot etdi deb eshitdik. Undan so'ng sindoshim uni muxlisi bo'lgani uchun ana shu narsani qurdi. Bu osi yashilida men bu oni ko'k qilib qo'ydim. Xullas, merimizda bor narsa ana shu. Endi keyingi merga o'tsak bolalar. Keyingi merda biz vizvaniya qilganmiz. Xo'p, uyni tanishtirib o'taman. Bu meni uyim. Sandiqlarni ichini ko'pini to'ldirmaganman, ko'pi temir. Kreativ qilmaganman bolalar. Eng muhimi kreativ bo'lmaganmiz. Bu yerda bag ishlatganmiz. Bu keyingi do'stimning uyi sal bitmagan. Men bu keyingi og'aynimning uyi ko'plar fakir qilib tayyorlaganda, uni ham men tiqqanman. Bu bo'lsa vannami, hovuzini bilmayman qurib tayyorlagan. Endi tepaga chiqsak. Bitta uxlab olaylik-da.
Agar sinfdoshlarim bilan video chiqishini xohlasanglar, like bosinglar. Ko'proq like yig'ilsa, men ular bilan video olaman. Faqat ko'proq like yig'ilish kerak. Xo'p, keyingi xonamiz tugadi. Uyimiz temirdan bo'lgan, uncha portlamaydi. Xo'p, tashqari qorli zonaga uy qurdik. Endi olmos topamiz desa, olmos topolmayapmiz, chunki g'or yo'q. Mamma nima desanglar, do'stim o'ldirdi, mamma tirildi, qamab olib bo'q qurdim. O'lib qoldi, chiqib ketdi. Xafa bo'lganday bo'ldi, lekin menga farqi yo'q. Xo'p, creeper portlash shunaqa narsalar bo'lgan. O, o'rgimchak. Biz aslan shunaqa o'rgimchak qidirib ip kerak. Xo'p. Xullas, ana shunaqa mehribonlar, uyimiz ana shunday qurilgan. Yonboshlariga fakellar tiqib taylaganmiz. Hali bu yerni ham rivojlantirish niyatlar bor. Xullas, ana shunaqada bolalar. Like bosib qo'ysanglar, stream qilib ham ko'rsataman sizlarga. Albatta buning uchun like bosinglar. Like deb quloq melaring yevordim, to'g'ri. Xullas, ana shunaqa mehr. Agar videom yoqqan bo'lsa, shu shaqiyacha ko'rgan bo'lsanglar, kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna qo'yinglar. Hammalar xayr, sizlar bilan birga men abus bo'ldim. Nima abus emas desanglar, o'zgartirgim keldi. Xo'p, bolalar, hammaga xayr. Sizlar bilan birga men abus bo'ldim. Bu yoqqa gaming yo'nalishiga qaytmoqchiman. Oldindan gaming yo'nalishiga bo'lganman. Xullas, hammaga xayr, sizlar bilan birga men abus bo'ldi. Sog' bo'lasizlar. Ha, bo'pti, sog' bo'lasizlar. Kamera qani?